Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun Prezident maktabiga tayyorlov ingliz tili qismining ikkinchi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz belgilarni o'qishni o'rganamiz. Ya'ni bizning topikimiz bugun Notes and Science bo'ladi. Exam focus aynan imtihonda, Prezident maktabi ingliz tili imtihonida reading comprehension, ya'ni bu savollar 1 va 5 savollar oralig'ida keladi. Bunday turdagi savollarga misol qilib pastda ko'rishingiz mumkin. Take twice a day, best before March 2023. Ya'ni kuniga 2 marta qabul qiling. 2023-yil martdan oldin foydalangan yaxshi deb aytmoqda. Where can you see this? Bunday belgilarni qayerda ko'rishingiz mumkin deb savol bermoqda. On a soap, ya'ni sovunda, on food, ya'ni ovqatda, on medicine, ya'ni dori-darmonlarda. Albatta take twice a day degan joyda belgidan tushunishimiz mumkinki, bu aynan dorilarga nisbatan aytilmoqda. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob C bo'ladi. Keling, bunday turdagi savollarni siz bilan chuqurroq o'rganamiz. Darsimizning maqsadi: bugungi darsda siz inglizcha e'lonlar va belgilarni tushunishni o'rganasiz. Asosiy xabarni topishni o'rganasiz. Ya'ni belgilarda qanday turdagi xabarni sizga yo'llayotganini o'rganish orqali siz to'g'ri javoblarni topishingiz mumkin. Imtihonda 1-5 savollarni oson ishlaysiz. Ya'ni imtihonda keladigan boshidagi 5 ta savollarni siz osonlik bilan ishlay olasiz. Eslab qoling, bu savollarda bitta asosiy ma'no bo'ladi va o'shani topish juda ham muhim. Bu ma'noni topgandan so'ng javob variantlarini tanlash juda ham oson bo'ladi. What are notes and signs? Albatta, belgilar bu qisqa ogohlantirishlardir. Ular jamoat joylarida bo'lishi mumkin yoki buyruq yoki taqiqlash ma'nolarini bildirishi mumkin. Albatta, ular juda ham qisqa bo'ladi. Siz uchrashingiz mumkin bo'lgan asosiy joylar bular maktablar, parklar, do'konlar va banklarda ko'rishingiz mumkin. Common notice words, albatta juda ham keng tarqalgan belgilarda ishlatiladigan so'zlarga to'xtaladigan bo'lsak, eng ko'p uchraydiganlari bular do not, don't, ya'ni taqiqlash ma'nosida juda ham ko'p ishlatiladi. Misol uchun bu yerda ko'rishingiz mumkin do not give up, ya'ni taslim bo'lma degan ma'noda kelmoqda. Must, majbur, ya'ni must degan so'z qo'llansa, albatta siz o'sha narsani qilishga majburligingizni anglatadi. Misol uchun must try, ya'ni siz harakat qilib ko'rishingiz shart. Keep off, yaqinlashmang. Misol uchun biz bunday turdagi belgilarni biz ko'rishimiz mumkin. Rozetkalarning oldida juda ham ko'p qo'llaniladi. Ya'ni bu yerga yaqinlashmang, 220 volt tok mavjud. No plus noun, ya'ni no so'zidan so'ng ot qo'llanishi yo'q, ya'ni mumkin emas degan ma'noni bildiradi. No parking, misol uchun to'xtash mumkin emas degan ma'noni berib kelishi mumkin. Misol uchun do not enter, ya'ni enter, ya'ni bu yerga kirmang. Keling, bunday turdagi savollarni birgalikda ishlab ko'ramiz. No food or drinks allowed, ya'ni hech qanday ovqat yoki ichimliklar ruxsat etilmaydi. Where is this sign? Bu belgini siz qayerda ko'rishingiz mumkin? In a restaurant, in a library, in a cafe, ya'ni restoranda, kutubxonada yoki kafeda. Albatta juda ham ko'p kutubxonalarda ichimlik va ovqatlar mumkin emas. Shu sababli ham to'g'ri javob bu yerda B bo'ladi. Ikkinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, from Emma to Sarah, ya'ni Emmadan Saraga qisqacha xabar jo'natilgan. Can you send me the photos from the class trip? Ya'ni sinf bilan sayohatdagi rasmlarni menga jo'nata olasanmi? My camera stopped working halfway through. Ya'ni meni kameram yo'lni yarmida ishlashdan to'xtagan edi. Ya'ni bu yerda Sara Emmadan rasmlarni jo'natishni so'ramoqda, chunki uni kamerasi yarim yo'lda ishlamay qolgan ekan. Endi javoblarni ko'radigan bo'lsak, A javobda Emma forgot to bring her camera, ya'ni Emma uning kamerasini shu sinf bilan sayohatga olib borishni unutgan edi. Albatta bu javob noto'g'ri, chunki u kamerasi yarim yo'lda ishlashdan to'xtagan edi. B javobda esa Sarah took photos during the trip, ya'ni Sara sayohat davomida rasmlarga olgan. Albatta bu javob to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki albatta Saradan rasmlarni so'rayotganidan bilishimiz mumkinki, Sara albatta hamma rasmlarni o'zining kamerasida olgan. C javobda esa Emma didn't go to the trip go on the class trip, ya'ni sinf bilan sayohatga Emma bormagan edi.
Albatta bu javob ham noto'g'ri, chunki Emma sinf bilan sayohatga borgan, lekin uni kamerasi ishlashdan to'xtagan. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob C bo'ladi. Endi 3-savolga to'xtaladigan bo'lsak, please do not move the chairs, ya'ni iltimos stollarni siljitmang. They are fixed to the floor, ya'ni ular yerga mahkamlangan. Where can you see this? Ya'ni buni siz qayerda ko'rishingiz mumkin? A javobda aytmoqdaki in a cinema, ya'ni kinoteatrda. B javobda esa in a classroom, ya'ni sinfxonada. C javobda esa in a shop, ya'ni magazinda. Bu yerda bir chalkashlik bor, ya'ni classroom, ya'ni siz sinfxona degan variantni olib qo'yishingiz mumkin, lekin siz bilasizki, juda ham ko'p sinfxonalarda stollar yerga qotirilmagan bo'ladi. Lekin juda ham ko'p kinoteatrlarda stollar yerga mahkamlangan bo'ladi va ularni joydan siljitmaslik tavsiya etiladi. Shuning uchun ham to'g'ri javobimiz bu yerda A javob bo'ladi. Ushbu turdagi savollarni ishlash usullari. Ushbu turdagi savollarni qanday ishlash mumkin? Faqat birinchi so'zni emas, balki barcha so'zlarni o'qing. Chunki siz belgi qayerga yo'naltirilayotganligini topishingiz bu yerda juda ham muhim. Shuning uchun ham to'liq o'qib, to'liq tushunishingiz tavsiya etiladi bu savollarni oson ishlash uchun. Belgi qayerga tegishli ekanligini qidiring. Belgi qayerga yo'naltirilayotganligini topib, topish orqali to'g'ri javobni oson aniqlash mumkin. Shuning uchun ham belgilarga juda ham e'tiborli bo'lish darkor. Ogohlantiruvchi so'zlarga e'tibor bering. Ya'ni bu yerda turli xil ogohlantiruvchi so'zlar bor. Do not, keep out, danger. Shu so'zlar sizni aynan to'g'ri javobga yo'naltiradi. Shu sababli ham ogohlantiruvchi so'zlarga e'tibor berish juda ham muhim hisoblanadi. Albatta videoni pauza qilish orqali o'zingizni sinab ko'rishingiz va bu savollarni ishlagandan so'ng kommentariyalarda o'z javoblaringizni qoldirishingiz mumkin. Albatta bu ikkinchi darsimizning so'ngi edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.